Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Gazabloy biznesiga qiziqgan aka-ukalar, mana bugun Namangan Chortoqqa apparat remontiga kelganmiz. Avtomat reskalarida muammolar bo'layotgan ekan. Taqir-tuqur qilishlayapti, mana hamma yo'g'ini cho'tki qilib. Ona berganmiz. Aka, nimani yoqib qo'yasizmi? Buni ko'rishingiz mumkin. Asosiysi o'sha pachinnasida ish ketgan ekan. Ashuni to'g'riladik. O'g'lasa yaxshi qilib. Ko'rishingiz mumkin. Ovozi ham hech narsasi yo'q. Shitlarini ham o'sha miyali sensorli shitlarga alishtirib berganmiz. Baquvvat pasinlarni qo'yib, ba'zan chiqarib, lolas cho'tki ishlayga qo'ydik. Mana shu 24 talik qolib mashqa kelgan. Mana bu apkaz berib yuborgan, mana yotibdi. Otib yuborgan, shu bilan ish to'xtagan. Qoliblar 24 talik qoliblar shunday kesilmay turibdi. O'g'lasa mana cho'tki qilib o'g'na berdik. Simlari zalendalab qo'yish kerak. Miyalari o'zi tushib, kesib, tagigacha uzib, chiqqanda to'xtagan qilib berdik. Qoliplari yo'qda mishalkasi, lentasi bor ekan. Qo'l avtomatli ekan. Keyingi safar ishlar chiqarib sotgandan keyin, pul qilgandan keyin polni tarozi, shinik, bunker hamma yo'g'ini qilib joylab, cho'tki qilib beramiz. Kimga zarur bo'lsa, shunaqa remontlar yoki liniyalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar.